Zoomerlar eng baxtsiz avlod. Tadqiqotlarga ko'ra 1997-2012 yillar oralig'ida tug'ilgan avlod eng baxtsiz va stressga boy avlod deb topildi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda, o'z joniga qasd qilgan 700 mingdan ortiq insonlarning katta qismi 15-29 yoshlilar o'rtasida eng ko'p uchraydi. Xo'sh, buni sababi nima? Nega biz baxtsizmiz? Z avlod internet bilan o'sgan ilk avlod hisoblanadi. Instagram, TikTokda doimiy taqqoslash, mukammal hayot illyuziyasi, like qadri degan ichki hissiyot. Natijada o'ziga bo'lgan ishonchsizlik, qadrsizlik, xavotir va depressiya paydo bo'ladi. Yolg'izlik paradoksi. Aloqalar ko'p, yaqinlik kam. Onlayn muloqotlar bor, samimiy va real suhbatlar esa kamaygan. Oila va jamiyat o'rtasidagi hissiy bog'lanish sust. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Z avlod o'zini yolg'izman deb hisoblaydigan insonlar ichidagi eng yetakchi insonlar hisoblanadi. Dunyo doimiy inqirozda. Zoomerlar doimiy pandemiyalar, urushlar, iqlim o'zgarishi, siyosiy beqarorlik, axborotni juda ham ko'pligi bilan ulg'ayishdi. Bu esa insonda miya har doim xavf rejimida ishlashiga olib keldi. Bu insonni charchog'iga va beparvoligiga olib keladi. Ma'no inqirozi. O'zi nega yashayapman? Maqsad nima? Hayotdan ma'no nima? Pul uchunmi? Baxt uchunmi? O'zi qanday yashash kerak? Jamiyat esa hali aniq javob bermadi. Bu esa ichki bo'shliq, ma'nosizlik va ruhiy charchoq hissini beradi.